Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa biz navbatdagi ish faoliyatimizni boshladik. Hozir Fransiyadamiz. Odatdagidek. Biz 84 soat dam oldik bu hafta. Endi lekin undan keyin vaqt minganman. Vaqtda mana shu yengil mashinada qanday haydasangiz o'shanda ekan. Vaqtda bitta so'ralmay. hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun O'zbek Fura jamoasi nomidan katta rahmatlar aytmoqchimiz. Ammo kanal rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videolarni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun ushbu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanal rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan O'zbek Fura jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Uchinchi taptoza parkingni iflos etadilar. Bizga o'xshagan haydovchilar tozalikni bilmaydi, tozalikni saqlamaydi. Bu yerdan yetsam bo'ladi. Targ'ib qilamiz. Bu yerdan ketamiz shuncha. Bu navigatorda lekin nima yo'shtiribdi. Rahmat, yo'l berdi lekin. Ades. Hoppa, Michelin dedi. Michelinni oynaymiz. Bir minus taraflaridan bittasini aytaman. Buni ko'p vaqt aytmasam, agar siz shunday yo'lda qolishingiz ehtimoli bor. Joy topilmasa. Fransiya davlati eng kriminalniy davlatlardan bittasi. Shuni sababli o'g'rilar mashinaning ichiga kirmasligi uchun men o'zimni xavfsizligimni birinchi o'rinda qo'yib, ichine remin tortib yotdim. Ya'ni bunda kabinani ochib kirolmaydi. Aynani sindirib kirishi mumkin. Aynani sindiradigan bo'lsa, men uyg'onib ketib, o'zimni himoyalab bilaman. Ya'ni Xurshid Rasulov aytgani kabi hamma narsa bo'laveradi. Kechasi himoyalanib yotamiz. Rahmat amalga Xurshid Rasulov bo'laveradi. Bo'laveradi. O'ylasang ham bo'laveradi. Desam Xudoyim, bo'lmasang ham bo'laveradi. Yotib davolamiz, Xudo xolasa. Ishlatib o'tamiz kechasi kunimiz. Rahmat amalga. O'zbek Fura uzoqlashmoqda. Biz nihoyat kunni o'tkazdik. Yaxshi bo'ldi. Hazrati dam oldim. Hali pressiyaga o'tgan. Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa biz navbatdagi ish faoliyatimizni boshladik. Hozir Fransiyadamiz. Odatdagidek. Biz 84 soat dam oldik bu hafta. Endi biz ishni boshlaymiz. Начало страна. Fransiya 06:41 11-may 06:41 84 soat 16 daqiqa dam oldi. Endi daftarga yozamiz. Daftar yozib boramiz. Bu yerdan chasat ishlaganlarim, chasat dam oldim va neda tunab qolganim va neda yuk tushirganim hammasi izimga ketildi. Yozib boryotir. Xudo xolasa 1 2 3 4 5 6 7 7. Shu bilan birinchi oyimiz tugadi, keyin ikkinchi oyimiz boshlanadi. Xudo xolasa hozir ishni boshlab, endi yozamiz bu. olti 41. Bu yerda damog'imiz yozilgan. 84 soat necha daqiqada 16 ekan. 16 daqiqa. 84 soat 16 daqiqa.
Endi yuk tushirmay ketamiz. Bugun 3 dona joyga yuk tushiramiz, keyin yana yuk olamiz. Xudo xolasa. Buni bu yerda qo'yib qo'yamiz. Joyim yo'q ekan buni. Bu yerda qo'yib qo'yamiz. Hozir tashqarini ko'rsaman sizlarga. Tashqari ishga o'shib olib qo'yincha. Kavuştaki olib qo'yamiz. Germana dersak, kavuşkiga o'tirishi. Mashina ichida krossovka mana arkasi bekla. Shunday qo'yib qo'yamiz. Reflektori chaqib ketdi. Ya xudo xolasa. İşte boshlayapti. 4-haftamiz boshlandi. Shu bilan ish faoliyatimiz keyingi oyga o'tadi. Mashina bir qator aylanib chiqadim. Yana sizlar bilan birgalikda aylanib chiqamiz. Bu standart pritsep, standart mashina. Na parking. Yam-yashil. Bir mashina turadi. Musorni tashlab ketibdi. Nomard. Shuncha taptoza parkingni iflos etadilar. Bizga o'xshagan haydovchilar tozalikni bilmaydi, tozalikni saqlamaydi. Bizlar yo'q. Insof bersin hammaga. Bizdan uzoqlashmanglar, voqea rivojini kuzatib boringlar. To'rtinchi o'yin abitdan keyin keldim bega. Yukimni tushirmay qaytarib yubordilar. Keyin 5-kun yuk mashinalarga taqiqlanadigan gün boshlandi. Ya'ni 8-may kuni yuk mashinalar yurish taqiqlanadi. Shu sababli bize dam olib yotdik. Yuk tushmay qoldi shu. Bir onlaylanamiz. Qo'rqib yaqamiz. Birinchi kamda adashib ketdim nega. 7 kilometrga aylanib keldim boshqa yo'ldan. Izimga qaytib keldim, no. Bundan emas, bundan ketamiz ekan biz. Yo'lda turdim men. Sal yo'q. Arg'in aylanamiz ekan, bundan emas, arg'in aylanib ketamiz. Bu yandan yetsam bo'ladi ekan. Targ'a yaqin. Bu yandan ketamiz shuncha. Bu navigatorda lekin ne yo'shtirdi. Rahmat, yo'l berdilar. Ades. Yine navigatorda zapret yo'siz qo'ydi, 7,5 tonna. Lekin bu yerda zapret yo'q. Oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu eski versiya bo'lishi mumkin, shuning uchun. Na orqaga getiribmiz. Zapret orqa navigatorda.
Mana o'sha buyruq tanli bor ekan. Hoppa. Xudoyim senga shukr. Bize işi de aylanmamız ekan. Tez aylanib qoladi. Hoppa. Meselin deydi. Meselinni aylanamiz. Kichkina joylar bor ekan. Ha, yo'l berdi nav mashina. Ay malades. Maselin'e geldik. Stop. Arkamda mashina qarab turibdi ekan. Hali 7:24 oldu. Shunga deyim kutamiz endi. 7:25gacha. Ichida hujratik qo'yamiz parkovkasi chetda. Katta xonamizni joyini yalaverdik. Tak, bir de belgilab qo'yamiz. Jdat naftastanki пригласить bosdik ana 7:25da. Сразу nagam yozib qo'yamiz daftarga. Sababi biza ertalab neda bo'lganimizni bilamiz. Mishlenni yozamiz. Koordinatasini shuga tuzib qo'yamiz hozir. Mesela 49 41 27 39 1 064 288 332 930
332 930 miga 07 25. Sterilkamni aytib qo'yamiz. Sterilkam baka qo'yib qo'ysak, yuk tushganida hisoblanadi. Fransiya. Mana bu. Qo'ydik shuga. Endi bir choy ichib olsak bo'ldi. Voqea rivojini bizda kuzatinglar, xudo xolasa. Yana davom ettiramiz videolarimiz. Rahmat hammangizga. 4-chi yugurishganimiz tushirib bo'ldik. Bu oynani qaranglar. Oyna katta ekan. Xudo xolasa endi ovqatni qo'yib berdik. Ebitga tayyor bo'ladi. Yetdik hozir. Bir minus taraflarından bittasini aytaman. Buni ko'p vaqt aytmasam, agar siz shunday yo'lda qolishingiz ehtimoli bor. Joy topilmasa. Endi hozir men o'zim ham tushganman. Albatta hech kim kafolat bermaydi. Bunga qo'shishni. Taxografda vaqtingiz oz qoladi. Majbur to'xtaysiz keyin. Shunga tayyor bo'lib kelishingiz kerak. Ovoz yomon bo'ladi. Bir xil joylarda mashina ovozini yaxshi bo'lmaydi. Italiyada sosta qolganman. Albatta buni aytishni o'rinda qildim. Bunday yerlarni videoga olmaydilardan ko'p buni. Men o'zim ham olmaganman sosta qolgan. Sababi o'zimni o'tganini o'zim bilganman, shu sababli aytmadim. Endi xudo xolasa yursa işte minus tarafdan. Hozir yağmurda haydab qo'yapman. Xudo xolasa 2 soat vaqtim qoldi taxografda. 2 soat рабочий время ham qoldi. O'zim bugun mashina haydadik. Hozir ko'rsam. 5 soat mashina haydadik o'zim bugun hisobim. 5 soat haydaganmiz. 15 saatlik рабочий времяmiz kaldı. 1 saat haydagandan сразу parkingga ketib ketaman. Evvel ish bunchalik qattiq bo'lmasa, hozir bugun hisobini men 3 tane yük düşürdüm, bir tane yük aldım. Yani Germaniya yük aldım hozir. Ertang tushadi xudo xolasa. İş ko'paydi, lekin bir tarafdan oylik ham ko'paydi shunga yarasha. Evvel oylik oz bo'lar edi, ish kam bo'ladi edi. Hozir ish ko'paydi, oylik ham oshdi shunga yarasha. -8 geçti ob-havo.
Bugün yağmurlu havada sport bilan shug'ullanacakman. Bugün çünkü harmadım ha. Şu sebeple bugün yağmurda tayyorgarlik ko'ramiz. Trenirovka qilamiz. Yağmurdan himoyalanuvchi kiyimlarimiz bilan birga. Video oxirida qo'yib ketamiz buni. Rahmat hammaga e'tiborlar uchun. Hozir endi yo'l belgilarini aytib qo'ydi. Remis Calais Remisdan o'tib ketamiz. Belgiya, Germaniya. Bu yerda tabiati zo'r ekan. Kruz kontrolda tushiramiz. Aslan tushiring. Nereden tortacağız? Ya tabiat zo'r ekan. Bu yerda yağmurdan deydi. Ya xayrli kech. Xudo xolasa biz Fransiyani mahallalarida qoldik. Kechasi shu yerda bu yoqda Mercedes-Benz salon bor ekan, bu yerda Renault. Shu avtosalon yonida qoldim. Ko'ramiz bugun kechasini chiqib o'tadi kunimiz. Mashinamizni qulflab qo'yaman. Plomba ildirmadim. Ertang soat 6:10da ish boshlaymiz xudo xolasa inshaalloh. 6:30 yurib ketamiz. Hozir plombani asib bu yerda shu mashina turibdi ekan. Fransiya D365 KM 69-regi. Shunga yana qulf indiraman buni. Bu qulf nima uchun qo'yiladi bilasizmi? Bu qulf agar mabodo mashinaga o'g'ri tushatan bo'lsa, shu o'g'ri buzib ochadi yoki bo'lmasa ten tikasib ketadi. Mana ko'rinib turadi, ayting politsiya chaqirganimda o'zing ullagan sanida men tuhmat tashlashim mumkin. Kompaniyaga tuhmat tashlashim mumkin. Yukni o'zing tanishlarga sotding deyish mumkin. Ya'ni tentni kesib o'g'irlab olib ketsa, keyin men yana videoga qilsam, ana shu haqiqiy nima bo'ladi? Isbot dalil bo'ladi. To'g'risi bir mahkam etdik. Qulflar ildirildi. Shunday atamiz, ovqatimni yedim. Ertang tunimizni chiqib o'tadi, ko'ramiz. Bugun remin tartib atamaydi mashina. Ya, shunday yillar qolamiz biz. Alloh o'zi asrasin. Yomon joylarni, yomon odamlarni yaptık azeydi. Özbek burada göreyim vakaya var. Günlerde bize keçesi komaylarında yapamız. Daha sana gelir. Balon. Konsentrası bu. Bolla veradi. Bolla veradi. Eyvatayam.
bo'laveradi. Yaman desa Xudoyim. Bo'laveradi. Yatib dam olamiz, xudo xolasa. Ishlatib o'tamiz hali. Kechasi kunimiz. Rahmat hammaga. O'zbek forada uzoqlashmang. Biz nihoyat kunni o'tkazdik. Yaxshi bo'ldi. Hazrati dam oldim. Hali pressibga o'tganim yo'q hali. Pressibga zarar yetmayapmi? Ko'ramiz hozir. Plomba akşam chat qovamidan shunab turibdi ekan. Yaxshi. Zo'r bo'ldi lekin. Akşam joy topolmadimdan men bu yerda. Shuning uchun shu yerda qolib ketdim. Katta parkingda qolardim bo'lmasa. Shu uyda sho'shga 12 tonna yuk tushib ketdi. Sel bozorda to'ngib turdim men. Avtomobilga yaxshi adlanib ketdi. Yoramiz voqea rozi. Bizda kuzatinglar. Tunni yaxshi o'tkazdik. Zo'r bo'ldi. Bizga nihoyat ishni boshlaymiz xudo xolasa. Alloh nasib etsa. Bismillahirrohmanirrohim. Gittik. Ve nihayet. Avtobus kattaligine göre. Ama katta ekan. Yine bu yerda kunimiz yaxshi o'tdi. Belgilab qo'ydim o'zim. Sos parkingda belgiladim shu yerda. Şimdi gaplar. Endi faqat Nassanalkadan yuraman. Biroz yo'l. Şu yoldan geldik biz. Oho, quyosh ham chiqdi. Ko'zni charaqlatdi. Shu yo'l bo'yam parking edi. Bu yoqqa yotqim kelmadi. Bu yoqda svet ham bo'lmaydi, yorug'lik ham bo'lmaydi. Bu yoqda lekin yorug'lik bor edi. Ham aholi yashash joyi yaqin. Shu yerda yotardim agar mabodo bu yoqda joy topolmasam. Ko'zni qamashtirsak-ku bu. Salqin bo'ldi. +2 ekan hozir. Hozirgi momentda. Ne sinyal beribdi. Sinyal bergidincha güzel. To'qqiz soatlama olib yurdim. 9 soat 7 daqiqa bo'ldi endi mana.
boshqacha bu havo kerak. Bunda kombayn olib keltir ekanlar. Voy, belazmi? Belaz o'xshaydi. Sütlü çay içemem. Kofede ondan sütlü çay içemem ben. Kofe zarar. Ko'p içseniz de. Vay senga shukr beksob. Azam bilan qarshi tayyorlab beradim. Yemedik. O'zimda svetofor bor ekan bu yerda. Hemen kamaştırdı yine. Bas kitabı versem mi ya? Akşam yağmur yağıp duruyor. Bir yine hava açık ya. Yarım saatte yetib boramiz. Rapparsa 1ga yaqin yetib boramiz. Yo'lda probka boshqa narsalar bo'lmasa. Ben yo'lga yaqin ekan, ben yotib bo'lsam, shovqinda yotolmas ekanman. Yaxshi joyda yotmoqchi. Berladim yo'lga yaqin berdim. Videomuzda o'z so'ngiga yetib bordi. Voqealar rivojini bizda kuzatinglar. Xudo xolasa hamma joyida olib turib sizlarga YouTube'ga joylab qo'yamiz. Bir haftadan keyin chiqadi bu videolar. Ko'p hollarda. Quruq bor ekan bu yerda. Quyosh bo'lganga ko'rsam ham turibdi. Yuradi bular. Oldin yurmadim bu yo'lda. D929 degan. Rahmat hammaga e'tiborlar. Juda salomat ekansiz.
Fransiyadan Belgiyaga o'tganimdan keyin kollegam bilan zakonni telefonda gaplashib qaytardim. Albatta qo'limda emas. Telefon ushitan держателda. Yo'lda gaytirgan vaqtim meni politsiya kuzatib turgan ekan. Keyin politsiya kuzatib turgandan keyin e'tiborim ko'zim tushib ketdi birdan. Hozir bir отметка qo'ydim politsiya turganini. Men birdan qaraganimmi yo boshqa shaxs qilganimmi, durbinda qarab o'tiradimmi? Keyin izimga tushdi mana shu militsiyalar. Bu militsiyalar izimga tushgandan keyin o'zimni sergaklik tutib o'tirdim. O'zi mashina yurgandan keyin ko'nglim sezdi. Mashina yurib kelaverdi, kollegam ham aytganim yo'q, izimga militsiya tushdi deb. Sekin keyin militsiya kelgandan keyin aslan telefonni qo'ydim, o'zimni erkin his Vaqt minganman, vaqtda mana shu yengil mashina qanday haydasangiz o'shanda ekan. Vaqtda bitta mashina перегруз bor, shuning uchun qo'rqdim to'g'risi. Menejerga aytsam, kompaniya to'laydi deb yozib berdi, jarima soladi, aytib berdim keyin. Shunat oldi men migalka yoqib, muarzon parkingga o'tib to'xta deb aytdi. Parkingga keyin sekin to'xtab boraverdim, pоворотni yoqib. Mendan gumonlandim, masallashib berdi. Boshqa o'tib ketmasin degan dedim. Shunday deb parkingga olib o'tib ketdi. Keyin aslan men boraverdim, masallashdim. Bular ham masallashdi. İçinde endi politsiyani kontrolni o'rganib o'tiradigan student ham bor ekan. Ya'ni boshqa birovga o'rgatib turadi, meni kontrol etganda. Taxografda, rasposhtetga chiqazadilar. Shuni birma-bir so'rab turadi. Shuni tirib olib kirdi parkingga. Bu yerda X qavatda turibdi ekan mana yoqda. Politsiyalar ko'p ekan. Bir 10-15 turgan ekan parkingda. Kasiya olib kirar ekanda men izimdan ijratib oydab boraverdim. Hammasi turibdi. Turgandan keyin nega kuruvdan aylandik. Kuruvda aylangandan keyin bir haydab o'tib ketaymi degan xayolim o'tdi. Yo'q, qo'yib yubordim. Ya'ni hech vaqt qochib qutulolmaysan. Jarima solsa to'laydan bo'lib turadi. Menejerim ham şimdi to'xtatdi desam yaxshi deb netdi. Aylanib kessam ekan dedim, ham to'xtadi keyin. Ketib qolmasin buni. Shunday aylangandan keyin video to'xtatdim, o'chirib tashladim keyin video registratordan. Lekin jarima samadi, hech qanday jarima bo'lmadi. Keyin ishimda davom ettirib ketdim. Keldik. 7 soat 35 minut kutganimizdan keyin yuk tushirishimiz boshlandi. Birinchi marta uzoq kutilish bo'ldi menda. Hozir rampa berdi, endi rampaga qarab haydaymiz. Kutdik lekin. Yomg'ir ham yog'ib boshladi. Remin tortib qo'ygandim. Endi uni bo'shatishimiz kerak. 64. rampaga yetdik. Ana. Shunday bo'ldi bu yerda voqealiklar. Rampa hali bosh emas o'xshaydi. Yağmur yağıp dursun. Tört saat Şimdi vakların bokkala da ekan bize. 61, 62, 63, 64. Boş mekan bir yer. Çıkayken.
Maşinamızda akkumulyatörim ölüp kaldı. Az pastga tushib ko'ramiz. Voqea rivojimizda da kuzatinglar. Ko'ramiz. Insasatda yuk tushirib chiqamiz. Biz avval nihoyat yukimizni tushirib bo'ldik. Judayam dim kech tushirdik. Raporasi 11 soat deganda yukimizni tushirib bo'ldik. Bunaqangi voqea menda birinchi marta bo'lishi. Ertalab soat hammadan oldin keldim. 05:50 da. Yine hozir tushirib bo'ldim. Simerga yozildi keyin men qachon kelganim va qachon yuk tushirib bo'lganim. Shuni hozir sizlarga ko'rsataman. Bunda Simer. Bunda men o'zim yozmadim. Bu yerda o'z tayyor bor ekan bunda. Charjamet, decharjamet deb yozib qo'ydi. Laden, avladen, laden. Xullas kalom Arrival deb dedi. İbada kelgan vaqtimiz, bunda yuk tushirib bo'lgan vaqtimiz. Bunda o'zim ham yozib qo'yganim. Menejer boshqatdan shu yozib berdi dedi. Пожалуйста, deb aytdi. Bo'ldi dedi. Endi biza kompensatsiya olishi mumkin kompaniyamiz. Kech qolganlik uchun. Bu men aybim bilan bo'lmadi. Bu yerga yana kech qolib ketganimiz. Ketdik esa xudo xolasa. Keyingi ish faoliyatimiz dushanba kuni ish Fiatni stadioni ish başlayamiz. Bu da yani 5-gün. Ertaga ilk başlar zapret başlanadi. Shu sababli biza davolamiz. Tinglab başladik. Hozir bu yerda hujjatni topshiramiz. Shu hujjatni topshirib kelaman hozir. Rahmat hammaga e'tiborlaringiz uchun.